Innovatsion rivojlanish vazirligi va Hindistonning The Global Educational and Leadership Foundation jamg'armasi bilan tadbirkorlik bo'yicha jahon chempionati Entrepreneurship World Cup 2020 milliy saralash bosqichini e'lon qiladi. Tanlov startaplarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan bo'lib, ular g'oya bosqichida ham, rivojlanish bosqichida ham bo'lishi mumkin. Tadbirkorlik bo'yicha jahon chempionati finalida ishtirok etish uchun istiqbolli innovatsion loyihalarni saralash, mamlakatning innovatsion iqtisodiyotini yanada rivojlantirish uchun istiqbolli loyihalarni aniqlash, innovatsion tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi yoshlar qatlamini shakllantirish va xalqaro tajribaga ega mutaxassislar ishtirokida interfaol seminarlarni tashkil etish talab etiladi. Musobaqa ishtirokchilariga o'z loyihalarini xalqaro miqyosda namoyish etish uchun qulay imkoniyat yaratadi. Final bosqichida 3 ta eng yuqori o'rinni egallaganlarga mukofot jamg'armasi 1 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'lar, shuningdek, musobaqada faol ishtirok etgan ishtirokchilarga hamkorlardan bonuslar va maxsus takliflar ko'rinishida 70 million AQSh dollari qiymatidagi mukofotlar bilan taqdirlash rejalashtirilgan. Bundan tashqari, 1000 AQSh dollari qiymatidagi hamkorlarning Google Cloud, Amazon Web Services, HubSpot, Stripe va boshqalarning onlayn xizmatlariga obuna bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Tanlovning milliy bosqichi onlayn tarzda 2020-yil avgust-sentyabr oylarida o'tkaziladi. Tanlovning milliy bosqichi g'oliblari 2020-yil 18-20 oktyabr kunlari bo'lib o'tadigan xalqaro finalda o'z loyihalarini taqdim etish imkoniyatiga ega bo'lishadi.